Jamolimisan ko'nglimni yorib chiqqan noziklarni akalar qo'ying qo'shig'ida. Anti shunaqangi chiroyli qizlar kelibdi, qarang cho'milishyapti. Yuringlar, yaqinroq boramiz. Plajdanmi? Ha, ketdik. Menga qara. Nima qilasan borib? Chiroyli qo'shiq bo'lyapti. O'zlari qo'shiq aytishga keladi shu yerga. Tushundingmi? Domla boshlang. Kelmaydi ular. Mana qarang domla. Yuring, birga boramiz. shu yerdan ham o'zi yaxshi ko'rinyapti. Doim shunaqa qilasiz. Shu yerdan yaxshi ko'rinyapti, shu yerdan yaxshi ko'rinyapti. Men xohishim qizlarga nisbatan. Yo, bilasanmi Behroj, bizda armiyada xizmat qilayotgan paytimizda tabletka berishardi-da. Qanaqa tabletka? Shu qizlarga, ayollarga e'tibor berib chalg'imaslik uchun xizmatni yaxshi o'tasin deb. Mana shu endi ta'sir qilyapti. Jamolimisan ko'nglimni yorib chiqqan noziklarni akalar qo'ying qo'shig'ida. Anti shunaqangi chiroyli qizlar kelibdi, qarang cho'milishyapti. Yuringlar, yaqinroq boramiz. Plajdanmi? Ha, ketdik. Menga qara. Nima qilasan borib? Chiroyli qo'shiq bo'lyapti. O'zlari qo'shiq aytishga keladi shu yerga. Tushundingmi? Domla boshlang. Kelmaydi ular. Mana qarang domla. Yuring, birga boramiz. shu yerdan ham o'zi yaxshi ko'rinyapti. Doim shunaqa qilasiz. Shu yerdan yaxshi ko'rinyapti, shu yerdan yaxshi ko'rinyapti. Men xohishim qizlarga nisbatan. Yo, bilasanmi Behroj, bizda armiyada xizmat qilayotgan paytimizda tabletka berishardi-da. Qanaqa tabletka? Shu qizlarga, ayollarga e'tibor berib chalg'imaslik uchun xizmatni yaxshi o'tasin deb. Mana shu endi ta'sir qilyapti. Jamolimisan ko'nglimni yorib chiqqan noziklarni akalar qo'ying qo'shig'ida. Anti shunaqangi chiroyli qizlar kelibdi, qarang cho'milishyapti. Yuringlar, yaqinroq boramiz. Plajdanmi? Ha, ketdik. Menga qara. Nima qilasan borib? Chiroyli qo'shiq bo'lyapti. O'zlari qo'shiq aytishga keladi shu yerga. Tushundingmi? Domla boshlang. Kelmaydi ular. Mana qarang domla. Yuring, birga boramiz. shu yerdan ham o'zi yaxshi ko'rinyapti. Doim shunaqa qilasiz. Shu yerdan yaxshi ko'rinyapti, shu yerdan yaxshi ko'rinyapti. Men xohishim qizlarga nisbatan. Yo, bilasanmi Behroj, bizda armiyada xizmat qilayotgan paytimizda tabletka berishardi-da. Qanaqa tabletka? Shu qizlarga, ayollarga e'tibor berib chalg'imaslik uchun xizmatni yaxshi o'tasin deb. Mana shu endi ta'sir qilyapti.